Alloh yo'limizni yo'qotib qo'yishdan asrasin. Alloh nazardan qolishdan asrasin. Alloh birovlarni, odamlarni hojatini chiqaradigan bandalaringdan qilgin. Odamlarga yaxshilik qiladigan bandalaringdan qilgin. Odamlarni ko'nglini oladigan bandalaringdan qilgin. Alloh rizqimni halolingdan, g'oyibingdan tinchlik xotirjamlikda bergin so'rash. Gap emas. Kerak emas dunyoning, shu dunyosini pulini berganda ham Alloh xotirjamlik bermasa, tansihatlik bermasa yuqmasa tatamaydi. Shuning uchun tansihatlik, xotirjamlik, ofiyat bilan, huzur, halovat bilan bergin so'rashimiz kerak. Alloh yo'limizni yo'qotib qo'yishdan asrasin. Alloh nazardan qolishdan asrasin. Alloh birovlarni, odamlarni hojatini chiqaradigan bandalaringdan qilgin. Odamlarga yaxshilik qiladigan bandalaringdan qilgin. Odamlarni ko'nglini oladigan bandalaringdan qilgin. Alloh rizqimni halolingdan, g'oyibingdan tinchlik xotirjamlikda bergin so'rashimiz kerak. Gap emas.